uchun so'qidi yurak. Abdurin Nurani Qashqari. İnsan dunyoga rahat uchun yaralgan emas. Bu haqiqatni har birimiz bilamiz. Nima uchun deb so'rashingiz mumkin. Tug'ilish jarayonini ko'z oldingizga keltirsangizlar, buning javobiga erisha olasiz. Allah sizni jabbo tortishni bilsin deb tug'ilibla yig'laydigan qilib yaratgan. Allah xolisi edi, kulib tug'ildigan qilib yaratishga ham qodir edi. Allah'ның bu urlashtirishidagi sabab mencha insonni jabbo tortishni, hayotdagi turli tuman azoblarni bilish uchun bo'lsa kerak deb o'ylayman. Muvaffaqiyat qozongan insonlarning hammasidan so'rasangiz, 5 dan o'tgan kechmişlarini bayon qilganida hammasining o'xshashli naytibek tirishqanligi, jaboliq o'ganganligi, qiyinchiliklar oldida bel qo'yayotmaganligi, ongsizlikqa uchraganda o'rindan dast tura olganligini bayqaysiz. Bularni qilamagan hech bir odam muvaffaqiyat sho'disiga yamisha olmagan. Qilalaganlar muvaffaqiyat qozongan. Biz bugun eng fojialik, dahshat bir kunlarni boshdan kechirayotgan bir millat sifatida yashayapmiz. Millatimiz sakratda. Buni aniq bilaylik qarindoshlar. Millatimiz sakratda. Kelgusiga umid nuri bilan qaraymiz-yu, umid nuri hech ko'ringani yo'q. Umid nuri faqat qalbimizdagi iymonimizda parlab turibdi. Real hayotdan hech umidni topolmaydigandek emas. Shundaqdimi bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan umidsizlikni o'zimizdan yiroq tutishga tirishyapmiz. Har birimiz qo'limizdan kelishicha hayotimizni saqlab qolish uchun tirishchilik ko'rsatyapmiz. Beshimizga kelgan bu kulfatdan qutulish bizning tarixiy burchimiz bo'lib qoldi. Chet elga chiqib olganlik bilan bizning hayotimiz qutulib qolamadi. Bizni bog'lab turgan bog' bizni bu qaynamga atdi. Vatandagilar qandoq kuyayotgan bo'lsa, bizmi o'z navbatida ko'rinmas azob o'tida puchilnayapmiz. Ulardimi bakrak puchilnayotganimiz balki. Bizning qisqiqimiz Allah burun modiyesh bir tuyuq qaynamga shung'ib, qalbimiz qon shirin eqiyotgan ig'ir yara bilan qoplandi. Meni e'tirof qiling, meni e'tirof qilmang. Bu bir haqiqatga aylandi. Men bir ona bo'lish suhbatim bilan avlodlarimning bu azobni mendan meros qilishni asla xohlamayman. Hech qanday ona buni xohlamaydi. Bu azobdan qutulish mening vazifam deb qarayman. Buni avlodimga vasiyat sifatida bu azobdan qutul deb qoldirishni ravo ko'rmayman. Mencha bu azobni yengib, onundan qutulish mening vazifam. Balamning vazifasi bo'lsa, yangicha bir shaklda qaysar yashash, botir yashash. Xuddi mendek hayot qilish uchun emas, hayotni abadiy davom qilish uchun tirishib yashash bo'lishi kerak deb o'ylayman. Inson o'zidan yiroqlashganda aslini unutmaydi. Aslini unutgan odamda milliy g'urur bo'lmaydi. Milliy g'ururi bo'lmagan bir odam mayli doktor ashti bo'lib ketsin, millat uchun bir tiyinlik manfaat yetkazmaydi. Millat uchun o'zini qilmaydi. Yaqinda yuz bergan bir voqeani sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Atalmış Şinjan Tibbi Universiteti müdiri Qaysar Abdurrahim Bedi deb açılgan irqiy qirg'inchilik, irqiy ayrimchilikqa qarshi turish yig'inida Xitoyga vakolatdan guvohlik berib, Uyg'urlar nayti paravan yaxshi yashayapti. O'lish nisbati zo'r darajada tug'ilish nisbati 100% yetkazildi. Uyg'ur bolalar idorga ma'rif tarbiyasi ko'ryapti deb so'zladi. Bir millatning minglab doktor yetishtirdigan bir oliy maktabining mudiri shundaq yolg'onni xalqaro sahnada hech yetmasdan so'zlay oladi. Uning milliy g'ururi bo'lgan bo'lsa, shu guvohlik berish yig'inida Uyg'urning amaliy ahvolini fosh qilib etib o'ylagan bo'lsa-mu, shahid ketgan bo'lardi. Milyonlagan Uyg'urning ovozini dunyoga chiqib, butun oilasini qurbon qilgan bo'lsa-mu, arziydi. U tarix betidan qahramon deb o'rnak olgan ishqili dunyoda yuz yo'riq bo'lgan bo'ladi. Afsus, u xoinlikni, qo'rqinchlikni tanladi. U o'zi mudirlik qilayotgan maktabni bitirishga qodir bo'lolmay, Xitoy tarafidan qo'g'ilib ketgan, diploma ololmagan, biroq milliy g'ururini ifodalagan
20 necha yoshli qiz yigitlarimizga yetanmadi. O'z diniy kimligi, milliy g'ururini saqlash uchun Xitoyga qarshi g'azabni ifodalagan qahramon qiz yigitlarimizning oldida uning unvoni, mansibi bir tiyinga tang bo'ldi. Ilm bilan iymon birlashganda qalb nurga to'ladi. Mayli qaysi qalbda kam bo'lsa, bu qalb kasal qalbdir. Bugun Uyg'urlarning ilm elishi zarur. Ilm elishi farz. Qalbga nur bo'laydigan ilm elishi haqiqiy taqozodir. Chunki vatanni qutqizish va uni qayta qurib chiqib Uyg'urlarni haqiqiy qutqizish uchun ilm kerak. Ilmlik Uyg'urim kerak. İnsan nimani deb yashaydi? G'ururimiz ekaklansa, sukutni tanlash sabr hisoblanamdi. Men doim sabr qiling degan so'zni anglayman. To'g'ri, beshimga kelgan kulfatlarga sabr qilib, azobimni ichimga yutyapman. Mening nazarimda sabr sukut emas. Sabr azobga chidab barliq qiyinchilik, barliq azobni yengib turib kurash qilish deb qarayman. İnsan yaşagan ekan maydoni aniq bo'lishi kerak. Maddiyat uchun hammani tikib, rohat farog'at, mansab, yuz obro'y uchun o'zini atishi manqurtlik hisoblandi. Hashamatlik turmush arzu qilib, xotirjam holda beshini ichiga tiqib yashash bechorlikdir. Haqiqatan o bechorlikdir. Dunyo hayotidan baqinimda bir narsani his qildim. Ilm haqiqiy sığmagan qalb, mayli birinchi sinfdan oshanmagan savodsizlar bo'lsin, mayli doktor ashta bo'lib ketgan olimlar bo'lsin, uningga eng chunqur yildiz ta'tiqini qara ko'ngillik bo'ladigan. Bularga mehr shafqatni singdirmaganimiz shunchalik qiyinki, har qadamda shafqatsizlikni bak yaxshi o'zlashtirgan. Bunday odam qaysi tarafdan tarbiyalansa, bir vabo sifatida o'tirib chiqib, vayronchilikka sabab bo'ladigan. Ularga qilg'ining xato deganda tushuntirish mumkin bo'lmaydi. Xalqimiz 300 yillik besilishga, zulmga uchragan bir xalq. 300 yil uzun vaqt, 3 asr demak. Men momamni doim eslaydigan bo'lib qoldim. O shunday qo'rqinchoq ediki, Xitoy deyishdim telefiyatdi. Bizni doim jim turishgan deydi. Uning bu ruhiy holatini ko'zimga sig'mag'achqa ne chiqdim. Biri kirib o'ldirib tamdi deb norozi bo'lganim esimda. Bejarmam. Yeb ketdi balam. Yeb ketdi. Buvanglarni qandoq yegan bo'lsa, sizlarning shundoq yeb ketdi degani aniq esimda. Nohaqchilik bo'layotganda sukut qilamizmi emasa degan vaqtimda balam, biz hozir tang kelanmaymiz. Biz ko'rganni sizlar ko'midinglar. Ko'manglar. Kichik bola ortiq gap qilmaydigan degan edi. Momamning ruhini nurg'un Uyg'urda ko'rdim. Kuchlikka chiqilma, ziyon tortsan deganni. Tuxumni toshga urma deb bizga singdi. Biroq Allohga shukri, Uyg'urning qalbidagi o't o'chib qolmadi. Bu o't hargiz o'chib qolmadi. Milliy g'urur yo'qolib ketmadi. Naladir parlab Xitoyni bearam qilishni to'xtatgani yo'q. Besilish bizning peshonimizga putilgan xo'rliqda yashashga rozi bo'lib qolsa, millat tugaydi. Bugungi millatning taqdiriga ko'ngli bildigan bir qism jangovar, vatanparvar ziyolilarimizning yetakchiligida Uyg'ur milliy ruhining qaytadan parlaydiganligiga ishonaman. Cheksiz ishonaman. Chunki insonda eng muhim narsa ruh. Ruh bo'lmaydigan tan faqat jasaddan iborat xolos. Allah tanga ruhni berganda jangvarligini uning javhiri sifatida uningga ato qilgan. Qalbimizni qaplagan iymon, Allohning bizni tashlatmaydiganligidan iborat ishonch, Allohning yordamiga erishalaydiganligimizga bo'lgan umid, qiyomatning dashtidan haqiqiy qo'rqadigan qalb bizda bo'lsa, bu kurashda g'alaba qozonish va bu bir avlodga mansub bo'ladi.
Biz özümüz qılalmagan və qınmagan işlarni avladımızın üstüge yüklashga haqqimiz yo'q. Özümüz bu vatan uchun qilanmagan xizmatni avlodlarimizdan kutish hamoqatlik. Vatanni qutqizish biz bir avlod Uyg'urning ustidagi vazifa, muqaddas vazifa. Vatanni qayta qurib chiqish, vatanni qutqizadigan ajdodning avlodining majburiyati bo'lishi kerak. Biz her birimiz qiyomatda o'zimizning qilgan amallarimiz uchun javob beramiz. Hargizmi boshqalarning amallarining javobini bermaymiz. Allah bizga qanchalik imkoniyatni bergan bo'lsa, shu imkoniyatda nima qilganimizni so'raydi. Bizning qurbimiz yetmaydigan, biz qilolmaydigan, imkoniyatimiz bo'lmagan ishlarni bizdan so'ramaydi. Buni har bir musulmon aniq biladi. Ba'zilar bir odam nima qila oladi deyishi mumkin. Har birimiz o'zimizning qo'limizdan kelganini qilsak, tama ko'l bo'la degandek natijaga erisha olamiz. Ko'l bo'lish uchun suvning hammasi o'xshash yo'nalishda, o'xshash yerga eqishi kerak. Maqsad bir, nishon bir, niyat bir bo'lganda tabiiyla hamkorlikni amalga oshirg'ili bo'ladi. Bu vaqtda biz mümkün bo'lmaydi devatgan birlashish tabiiy shakllandi. Eng muhimi maqsad, nishon, niyatning bir bo'lishi. Oxirgi nuqtamiz nafsimiz bo'lmay vatan bo'lsa, cho'qim shu nishonga yetalaymiz. Vatanni nishon qilgan bu kurashga nisbatan nafsini aralashtirib olganlar qitilib olsa, birlashish, hamkorlashish mangu shuar betda turaveradi. Allah hammamizning maqsad nishonimizni, barlig'imizni pido qilib turib, vatan uchun deyalaydigan qilib bersin. Vatan bizni dinimiz, milliy kimligimiz, xotirjamligimizning bo'shki. Vatan bo'lmaydi ekan, xuddi hozirgidek hech narsamiz bo'lmaydi. Harvini az-azdan siljitsaqmi, alg'a qarabli siljitsaq, bugun bormasak, ati cho'qim vatanga yetib bora olamiz. Oxirda duolarimizning ijobat bo'lishini, qalblarimizning pok nur bilan to'lishini, dunyolik uchun emas, ikki dunyolik uchun amallarimizning niyatlar bilan birdek bo'lishini tilayman. Hammamiz bir maqsad, bir nishon bo'yicha o'yishayli, tirishayli, alg'a mangayli. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.